Videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Agar sizga make-up darslari qiziq bo'lmasa, yaqinroq keling go'zalim, sizga zo'r layfhak o'rgataman. Oldinlari qovoq yopishtirish texnikamni hech ham narashavnida qilsa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Bu safar tavakkaliga shu ishga qo'l urdim. Qaranglar, qanaqa natija, shunaqa chiroyli, shikarli natija bo'lar ekan. Birinchi kleyni olamiz. Umuman kiprini bir tolasiga ham tekizmagan holatda qovog'i ko'tarib turib, kleyni yaxshilab ob'yom bo'ylab 0,5 santimetrga yaqin qovoqlarini ob'yomiga qarab olamiz. Oddiy kiprini ko'zlariga o'lchab turib, oldin past holatini, keyin yuqori tarafini chiroyli qilib bir tekisda bosib yopishtirib olamiz. Mana sizlarga chiroyli natija. Agar sizlarga bunaqa noodatiy make-up turlari qiziq bo'lsa, sizlarga 2 millionli onlayn darsimni sovg'a qilaman. Unda 100 taga yaqin makiyaj, prichoska, video roliklari joylashtirilgan. Onlayn dars qo'lga kiritish uchun maksimal darajada shu videoni yaqinlaringizga tarqatib qo'yasiz va menga obuna bo'lasiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. E'tiborsiz qoldirmagan kuzatuvchini men ham e'tiborsiz qoldirmayman. I don't dance to the beat they play. I'm the light in a world of grey. The building walls out of dust and pride, while I'm the truth they can't hide inside. I stood tall when the sky turned black. I'm the force that never looks back. Now I move like a cold blue flame, a different soul with a different name. I wasn't born to follow the line. I'm the star that